qanaqa jarayonlar ketyapti? Tepadagi akalarimiz pena xizmati bilan kelishgan, penalarimizni qo'yib berishyapti. O'zimiz loysuvoqlardan zerikib nima bo'lar, og'irligini yo'qotish hisobiga shunaqa qilib pena qo'ydiryapmiz aka. Akamiz shu sharoitidan kelib chiqqan holatda mana buni ham aytib o'tib ketdi, karkas to'qitdim dedi. Vazn, ya'ni yuk bosmasligini hisobini olib, penadan lomboz qildirayotgan ekan. Hozir uni ham bir qator ko'rsatib, hisoblarini ham chiqarib beramiz aka. Bo'ldi. Ketdik. Mana shu yerdan chiqamizmi? Shu yerdan chiqaramiz. Mana tom qismiga ham chiqib oldi akalar. Anchagina katta joy ekan. Tepasiga uy qurib olsa ham bo'lar ekan. Mana qaranglar. Aka, bet necha kvadrat umumiy tom maydoningiz? Общий tom maydonimiz aka 11 metrga eni. Uzunligi 17 metr aka. Yaxshi. Bizga shu pena lombozimiz bizga udobniy kelgani uchun, yengilligi uchun shu qo'ydiryapmiz. Uyda qish kunida yaxshi saqlash uchun, ya'ni keyin yozgi kunida salqin bo'lish uchun shunaqa qilmoqchi edik, qildirdik, Xudoga shukr. Xo'p, mana tayyor quyib qo'yishibdi. Bu yoqlarga ham qo'yamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bu yoqlarni ham qo'ydiramiz aka. Endi hozir siz necha santimetrligini qo'ydirdingiz? Aka, biz buni 7 santimetrligini tanladik. O'zimizga hamma har xilini tanladik. Kimgadir 5 santimetr, kimgadir 7 santimetrlik, yana kimdir 10 santimetrlik qo'ydirgisi keladi. Aka, bizga hozir 7 santimetrlik tanlaganmiz, 45 ming so'mdan qo'yib berishyapti, sifatli qilib aka. Xudo xolasa, buni necha xil turi bo'lar ekan? Aka, buni 3 xil qo'yishar ekan, xizmatiga qarab, uslugasini aytishib, o'zlari chiroyli qilib berib ketishar ekan, faqat hamma uyda egalaridan abitini qilib berar ekan, bo'ldi. Yaxshi. Endi aka, shu akamiz ham shu yerda ekan, bir qator o'zidan ham so'raymiz, uslugalarni ham tanishtirib qo'yamiz birato'la. Ya'ni adashmasam 5, 7, 10 santimetrligi bormi buni? Mana usta akamiz bular xizmatda ekan, xudo xolasa. Nech puldan bo'lyapti aka santimetrlari? Endi bu tomga pena lomboz xizmatimizda qalinligiga qarab 3 xil turga bo'linadi. 5 santimetrligi bo'ladi 35 ming so'mdan. 7 santimetrligimiz bor 45 ming so'mdan. Keyin 10 santimetrligimiz bor 55 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab qo'yib beryapmiz hozir. O'sha summani ichiga nimalar kiradi? Mahsulot o'zingizlardanmi yo uyda egasi olib berish kerakmi? Qanaqa holatda bo'ladi? Xo'p, endi tom mashq holatda bo'lsa mana bir qator ko'rsatib qo'ysak, vassasi tashalgan, ana zardivollar urilgan. Toki bu holatga kelguncha mana quyilib tayyor bo'lgungacha, ya'ni tagida materiali-yu, sementi-yu, hamma narsasi o'sha aytilgan summalarning ichida ketadi. Uyda egasidan hech qanaqangi bir ortiqcha bir ovoragarchilik yoki bo'lmasa ortiqcha bir rasxod talab qilinmaydi. Faqatgina tomni mana shu vassa tashab qo'yilgan bo'lsa, bo'ldi. Tagiga shu materiallarni o'zimiz olib kelib, hamma mahsulotlarni mana shu holatga keltirib beramiz, xudo xolasa. Demak, akalar, e'tibor beramiz. O'sha aytilgan narxlarning ichida barcha mahsulotlari bilan o'zlari kelar ekan, akalar. Sement deysizlarmi? Hop, bu yerda nima mahsulotlar qo'shiladi? Xo'p, bu yerda mana gipsimiz bor, 35 kilolik. Gipsimiz qo'shiladi, sement qo'shiladi. Har bir zapravkaga 5 kilodan qo'shiladi. Keyin o'zini maxsus penasi bo'ladi. Hozir bachokda turibdi. Hozir bir tayyorlanish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz yana bir bor. Shu mahsulotlar qo'shiladi. Xudo xolasa mustahkam bo'ladi. Qanchaga garantiya berasizlar? Xudo xolasa 10 yilga garantiya beramiz, lekin haligi bir 10 yildan keyin nimadir bo'lib ketadi yo boshqasi bir anaqa bo'lmaydi. Bu uyda asha buzayotganda billa buzib olaveradi, lekin garantiyasi shu 10 yil. Xudo xolasa. Mana akalar, aytganimizdek 5, 7, 10 santimetrlik qilib bemalol quydirib olsanglar bo'ladi. Endi tavsiya qilardim, agar ozgina puldan qochmasdan 10 santimetr qilib quydirsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi yog'i o'zingizlarning xohishingizga qarab akalarimiz quyib, garantiyalarini berib ketishar ekan. Hozir sizlarga quyilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana hozir bu bochkamizga 50 litr suv so'raganmiz. 50 litr suv. Endi bunaqa sovadan taxminan 1 kilo bo'ladi. Bundan 5 ta solamiz. Ya'ni har zapravkaga, har bir qiladigan zapravkamizga 5 tadan 5 kilodan tushadi taxminiy hisobda. Hop, buni sov oldik. Hop, keyin 35 kilolik shu gipsimiz bor. Bu gipsimizdan bitta tashlaymiz.
tashlab oldik. Mhm. Endi buni aralashtirib olamiz. Hop, mana aralashtirib oldik. Endi o'zini maxsus penasi bo'ladi buni. Shuni hozir ustiga solamiz. Agar bu sohani o'rganaman deganlar bo'lsa ham o'rgatib qo'yasizlar. O'rgatib qo'yamiz. Buni o'zimiz apparatlarni ham qilib sotamiz. Bemalol bu sohada yo'lga qo'yaman deganlarga ham apparatlarni qilib shu sohani ipidan iynasigacha o'rgatib beramiz. Necha pul daromad qilsa bo'ladi endi, sir bo'lmasa. Endi oyiga mehnatiga qarab Mehnatga qarab. 15 million atrofida qilsa bo'ladi, realniy hisobda. Usta akalarimiz bo'lsa, qo'shimcha ish sifatida olib qo'ysa ham bo'lar ekanda buni. Albatta. Albatta uyni ko'taradi, boshqa qiladi. Tomiga kelganda ham o'ylanib o'tirmay o'zlari Xuddi shunday. penadan lombos qilib qo'ysa bo'lar ekan akalar mana. Apparatni olib qo'ygan taqdirda ham zarar qilmaydi. Kattaroq tom bo'ladigan yoki kattaroq bir qurilish qilgan bo'lsa, Necha pulga aylanadi apparati misol uchun? hop, $300 butun O'zbekiston bo'ylab hozirda yetkazib beryapmiz. Apparat o'zini. Apparat hamma narsasi, parashogi ham bor ichida bonusiga. Bu parashogi ham 1000 kvadrat tomga yetadigan parashoglardan. Bu jarayon unaqa qiyin emas, o'rgatib Yo'q, qo'yasizlar. yo'q, jarayon unaqa qiyin emas. Xudo xolasa 3-4 kun yursa o'rganib oladigan narsa. Buni savollik endi buni ham aralashtirib olamiz yaxshilab. Aralashtirib oldik. Endi xudo xolasa to'kib olamiz buni. Shunday to'kiladimi bu yoqqa qarab? Qani bismillah. Ketdik akalar mana. Mana akalar tayyor serial. Buni urvenga qo'yasizlarmi keyin? Ha, o'zi hozir buni qo'yroq to'kib olganimning sababi ustiga yana quyamizda, tekislab olamiz. Xuddi shunday mana bu tomonga o'xshatib tekislab quyib beramiz. Ha, birinchi cho'rnovoy, keyin oxiridan suyuqroq qilib ustidan bitta quyasizda tekis bo'lib qoladi. Xuddi shunday. Mana akalar. Akamiz aytayapti, xohlovchilar bo'lsa bu biznesni ham o'rgataman deyapti. Telefon qilaverasizlar yoki tominglarga penadan lombos qilmoqchi bo'lsanglar ham telefon qilsanglar, xudo xolasa narx-navolari bilan qisqacha tanishtirib o'tadi. Xizmat qayergacha bo'ladi aka? Xo'p, hozircha vodiy bo'ylab, lekin filiallarimiz bor, Vohada ham, Toshkentda ham bemalol aloqaga chiqishaveradi, ishlarni bitirib beramiz. Yaxshi. Endi mana umumiy qancha quyapsizlar shu yerga? Umumiy hozir 7 sm qanlik tagisini quyib beryapmiz 45 ming so'mdan. Endi agar 200 kvadrat, 200 kvadratdan ziyodroq bo'ladigan bo'lsa, tushib beradigan joyimiz ham bor. Joylar bor. Aytaylik, xo'p, 50 kvadrat yoki 100 kvadratdan zakaz tushib qoladigan bo'lsa, qanchada bitqazib chiqib ketasizlar uydan? Agar 100 kvadratda bo'ladigan bo'lsa, endi yaxshi quyishga qulay tom bo'ladigan bo'lsa, bir kunda chiqib ketamiz. Ba'zida 150 kvadratda ham bir kunda bo'lib chiqib ketamiz, tom qulayligi uchun. Agar tom noqulay bo'lsa, 100 kvadratda ham 2 kunga cho'zilib ketadi. Ishlash sharoiti qulay bo'lsa, unga qarab ish unumdorligi oshib boradi. Xuddi shunday. Mana akalar, tomlarni xuddi shunday tayyorlab olasizlar ekan, keyin akalarni bemalol chaqirsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib xizmatinglarni bitkazib ketar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Penadan lombos qilgan yaxshimi yoki loydan lombos qilgan yaxshimi? Fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz. Albatta, bu qisqacha mehnatimizni qadrlagan holatda ma'lumotimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib ketishni unutmang. Xuddi shunaqa qurilish qilayotgan akalarimizga videoni yuborib qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat. Ustakalar, charchamanglar. Rahmat. Alloh kuch-quvvat bersin. Salomat bo'linglar.